Assalomu alaykum hurmatli Mangitov Bitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'ston MFI Markaziy Qo'rg'on ko'chasi 182-uy, ya'ni sotiladigan fayzli xonadonimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Men turgan joydan Bo'kagacha bo'lgan masofa 13 kilometr, Toshkentgacha bo'lgan masofa 60 kilometr. Videoni boshlashdan oldin, ko'rishdan oldin shunda Toshkent shahriga yaqin bo'lgan, Toshkent viloyatidan yuzlagan tanishlaringizga jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Videoga like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Mana uyimizda kiraverishdan ko'rinishi. Uyning narxi $23,000. Kelishsangizlar bo'ladi, kami bor. Uy bilan birga mashina ham qoladi, ya'ni bonus. Kirganlaringizda shunda o'ng tarafda ichimlik suvi bor. Mana ichimlik suvidan muammo yo'q. 24 soat oqib turadi. Gaz esa gaz balon, ya'ni bir oyda bir marta keladi. Svetdan, ya'ni Wi-Fi dan muammo yo'q. Mana chegarasi, mevali daraxtlari. Endi men obzor qilishda boshlayman. Uyda общий umumiy maydoni 12 sotixli uy-joy. Kadastr dokument hujjatlar hammasi joyida. Hozir ko'rsataman. Mana kadastr hujjat dokumenti. Uy 6 xonali, birinchi eshik 3 xonali, ikkinchi eshik 3 xonali. Hozir uyda ichini obzor qilib beraman. Birinchi o'rinda mana kiraverishi. Mebellar qoladi. Endi o'ziga kerakli yuklarni olib ketadi. Ikkinchi eshigiga kiramiz. Bu ham shu 3 xona. Sala. Dehqonchilikka, chorvachilikka juda ham zo'r uy-joy. Mana. Bu tarafda oshxonasi bor. Yozda mazza qilib o'tiradigan joy. Bu yerda tandir o'choqxonasi, banyasi, pechka qurib, mana sharoitini zo'r qilib qo'ygan ekan. Mana kachalkasi ishlaydi. Mana yer tayyor, haydalgan, ekishga tayyor holatda. Mana mevali daraxtlari. Bu chegarasi mana setka bilan o'ralgan. Mana bu yerda mini ferma desa ham bo'ladi. O'tinxona, molxona, otxona, qo'yxona, hamma xona nimalari bor. Parandachilik bilan shug'ullansangiz ham bo'ladi ekan. Mana hammasi tayyor holatda. Mana tagi stяжка. Mana
Mana bolaxonasi bor. Xashak yig'sangizlar bo'ladi. Mana tagi pishgan g'ishtdan qilingan. Mana qo'y qorasi, qo'zilar bu yoqda ham bor. Ozgina qorong'i ekan, videoda ko'rinmadi. Boya aytganimdek, ikki taraflama yo'l bor dedim. Mana shu yerdan chiqib ketsangizlar ham bo'ladi. Mana bu tarafda ham yo'l bor. Mana yaqinda asfalt bo'ladi. Mana tashqarisi, darvozasi. Bemalol traktor, katta yuk mashina hammasi kiradi. Yer haydashga, boshqa narsaga hammasiga. Mana. Suv boyaga aytganimdek, ariq suvdan muammo yo'q. Dehqonchilik qilsangizlar bo'ladi, daladan agrot olib qilsangizlar bo'ladi. Mana video tagida uy egasining raqamini qoldiraman. Men aytmay ketgan yoki tushundira olmay qolgan joylarim bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonlashib, so'rab, kelishib olsangizlar bo'ladi. Uyda to'g'risida mana bu yerda klub, medpunkt, masjid, tekstil, magazin, apteka hammasi joylashgan. Mana hozir oldidan ham ko'rsataman. Muzikalniy shkola, maktab, bog'cha hammasi mana shu yaqin joyda joylashgan. Mana shu. Hozir men sotiladigan uydan 100 metr uzoqlikda turibman. Mana bu ko'cha chap tarafga bo'lsangiz, boya uyga boramiz. Boriladi. Men hozir sentralniy joyda turibman. Mana. Qarang, yoshlar bog'i bor bu yerda. Bo'ston yoshlar bog'i. Bu tarafda medpunkt bor. Hozir hammasini ko'rsatib o'taman, tanishtirib. Lekin juda ham zo'r joydan arzon narxda chiqdi uy. Bu narxga bunaqa joydan olish juda ham qiyin. Mana 7-sonli oilaviy poliklinika. Mana Bo'ston baraka chevarlari. Magazin bor. Muzikalniy shkola, ya'ni klub. Bu yoqda mahalla markazi. Masjid. Hozir bu yoqda ham ko'rsataman. Mana masjid. Yana magazin, apteka, maktab, bog'cha ham bor. Men masjidning orqasida, hozir ko'rsatsam videoda ko'rinmay qoladi. Mana bu glavniy sentralniy ko'cha. Mana endi katta yo'lda ko'rsataman men. Hozir mana ko'rsatgan sentralniy ko'chadan ketyapman. Mana katta trassa, Bekobod Toshkent yo'li. Mana boya burilgan joydan o'ng tarafga bo'lsangiz to'g'ri Toshkentga boradigan yo'l, chap taraf esa Bekobodga boradigan yo'l.